Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz o'qituvchining jamiyatda tutgan o'rni va uning psixologik xususiyatlari. Avvalo, o'qish va o'rgatish tushunchalariga bir nazar tashlasak. O'qish va o'rgatish tushunchalari o'quv faoliyati bilan bog'liq bo'lib, ular bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga, o'rgatishga xizmat qiladi. O'quv faoliyatining 5 elementi mavjud. Birinchisi o'qituvchining baholashi, ikkinchisi o'qituvchining nazorati, uchinchisi o'quv harakatlari, to'rtinchisi o'quv topshiriqlari va oxirgisi o'quv motivlaridan iboratdir. Mana shu 5 element o'quv faoliyatini, ya'ni dars jarayonini tashkil etadi. Ta'lim jarayonini tashkil etish ideal va amaliy faoliyatning u yoki bu turini muvaffaqiyatli tashkil etish uchun zarur bo'lgan tashqi olamning muhim ahamiyatli xossalari xususidagi axborotning o'zlashtirilishi bilan bog'liqdir. Ular 2 maqsadga amalga oshadi. Birinchisi, maqsadga muvofiq keladigan usullar va jarayonlarni to'g'ri tanlash va foydalanishga bog'liqdir. Bu usulda nima demoqchi? Ya'ni bo'lajak pedagog o'qituvchi dars jarayonida turli xil metodlardan foydalanishi hamda bu metodlarni o'quvchining yoshiga mos tanlagan holda to'g'ri qo'llay olishidan iboratdir. Keyingisi, faoliyatning ana shu barcha turlari tarkib topgan usullari va jarayonlarning o'zlashtirilishigadir. Ya'ni bunda o'qituvchi, pedagog dars jarayonida o'rgangan, olib borgan metodlarini yoddan bilishi, to'g'ri qo'llagan holda turli xil usullar orqali olib borishdan iboratdir. Ta'lim va rivojlanish muammosiga doir qator nazariyalar ishlab chiqilgan bo'lib, ulardan biri, ya'ni aqliy xatti-harakatlar, ilmiy, malakaviy ko'nikmalarni bosqichma-bosqich rivojlantirish nazariyasi, ya'ni Gal-Perni tomonidan aytib o'tilgan. Ta'lim jarayonining muvaffaqiyati 5 ta bosqichdan iborat. Ya'ni bunda birinchisi ma'lumotning tushunarliligi, ikkinchisi motivatsiya, uchinchisi ma'lumot usullari, to'rtinchisi xotira, beshinchisi ma'lumotni qo'llash. Bu 5 ta element ta'lim jarayonining muvaffaqiyati hisoblanadi. Birinchisi, motivatsiya tushunchasiga e'tibor beramiz. Motivatsiya o'zi nima? Motivatsiya lotincha movere, harakatga keltirmoq degani. Inson faoliyatining harakatlantiruvchi sababi bo'lib, u maqsadga erishish uchun ichki yoki tashqi omillar ta'siri ostida paydo bo'ladi. Motivatsiya bu insonning biror ishni bajarishga, maqsad sari intilishga ichki turtki beruvchi kuchidir. Ya'ni motivatsiya bu nima uchun harakat qilyapman degan savolga javob beradi. Motivatsiya turlari 2 xildir, ya'ni ichki motivatsiya va tashqi motivatsiya. Ichki motivatsiya insonning o'z qiziqishi, zavqi yoki maqsadi sababli harakat qilishidir. Tashqi motivatsiya esa mukofot, baho, maqtov yoki jazodan qochish uchun harakat qilishdir. Keyingisi xotira. Bu inson ongida o'tmishda idrok etilgan ma'lumot, voqea, tasavvur va bilimlarni saqlash, eslab qolish, qayta tiklash va tanish jarayondir. Boshqacha aytganda, xotira bu insonning o'tmish tajribasi saqlovchi va kelajak faoliyatida undan foydalanishga yordam beruvchi psixik jarayondir. Xotiraning asosiy jarayonlari, ya'ni eslab qolish, saqlash, eslab qolganini qayta tiklash, unutish hisoblanadi. Eslab qolish olingan ma'lumotni ongda mustahkamlash, saqlash esa ma'lumotni uzoq yoki qisqa muddat davomida esda tutish hisoblanadi. Eslab qolganini qayta tiklash esa kerak bo'lgan
paytda o'tmishdagi ma'lumotni yodga olishdir. Unutish ma'lumotning ongdan asta-sekin yo'qolish yoki faolligining pasayishidan biridir. Keyingisi ma'lumotning tushunarliligi. Bu axborot yoki bilimning o'quv va tinglovchi tomonidan oson, aniq va to'liq anglashilish darajasidir. Ya'ni ma'lumot qanchalik sodda, tartibli va mantiqan izchil ifodalansa, u shunchalik tushunarli bo'ladi. Ma'lumot usullari bu o'quvchi yoki tinglovchiga bilim, tajriba va axborotni yetkazish yo'llaridir. Ular ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchini o'rtasidagi ma'lumot vositasi bo'lib xizmat qiladi. Mantiqan aytganda, izchil ifodalansa, u shunchalik tushunarli bo'ladi. Ma'lumot usullari, ya'ni bunda birinchisi so'z orqali ma'lumot berish usullari. Bunda o'qituvchi dars jarayonida so'z orqali ma'lumot berib boriladi, og'zdagi nutq orqali albatta. Ikkinchisi ko'rgazmali metodlar orqali ma'lumot berish, ya'ni dars jarayonida ko'rgazmali turli xil suratlar, rasmlar, videofilmlar orqali ko'rgazmali metodlar orqali ma'lumot berish usullaridan biri hisoblanadi. Keyingisi amaliy tajribaviy usullar orqali o'quvchilarda amaliyotda tajriba orqali ma'lumot berish usuli hisoblanadi. To'rtinchisi interfaol zamonaviy usullardan foydalanish. Bunda o'quvchilarda videoroliklar, audiolar eshittirish orqali, ko'rsatish orqali ma'lumot berish usullaridan biri hisoblanadi. Keyingisi ma'lumotni qo'llash. Bu o'rganilgan bilim, ko'nikma va malakalarni, axborotni amaliy hayotda, ta'lim jarayonida yoki ish faoliyatida foydali tarzda ishlatish demakdir. Ma'lumotni qo'llash bu o'qishdan olingan bilimlarni amalga tatbiq etish hisoblanadi, ya'ni foydali natija olish jarayonidir. Kimki ma'lumotni to'g'ri qo'llay olsa, u bilimni haqiqatdan egallagan hisoblanadi. Ma'lumotni qo'llashning asosiy maqsadi u o'rganilgan nazariy bilimlarni real hayotda ishlata olish hisoblanadi. Muammoni mavjud bilimlar asosida hal etish va mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirish hisoblanadi. Bugungi mavzumiz qisqacha shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.